Ukam, u endi seni probleming. Qonog'och o'tirolmaydi-yu, kutib. Tezlashtir, davay. Xo'p, aka. Konsertni sal ko'targin. Muzlatib yubordi-yu. Pult qani endi? Hozir topib kelay. Opajon, birinchi etajdaman. 7-qavat chiqavering. Liftinglar ishlamayotgan ekanda, pastga tushib turaverasizlarmi? Men ham bu yoqdan chiqib turardim. Tezroq bo'lardi. Sen nima davrasan, ukam? Eplasang yiqligingda ishchi. 7-qavat uygacha chiq, tamom. Xo'p. Yomon shular ham o'zidan ketgan-ey. Xayriyat, bo'la? Ochil aka, assalomu alaykum. Kim ekan? Tinchlikmi? Xolamni o'g'li Jasur ekan-ku. Qani kir. Tasodif qarang. Uzra, tanimasdan qo'pollik qilib qo'ydik. Hech qilsa-yu, odam o'rganib qolar ekan. Qishloqdagilar yaxshimi? Xolam yaxshimilar? Xudoga shukr, ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Odam katta bo'lgan sari begonalashib ketargan-ey. Kechagina sen bilan hovuzda cho'milib yurdik, qara. Hamma o'z bilan o'zi ovora bo'lib qolar ekan. O'qishga kirding deb eshitdim. O'qishlaring qalay? O'qiyotgandim. O'tgan oy onam qattiq kasal bo'lib qoldilar. Kontrakt pullari davolanishga ketib qoldi. Labbay ona. Xolang kasal bo'lib qopti-da bolam. Bir xabar olib qo'ysang bo'lardi. Ona hozir rost ishlarim ko'p edi-da. Yangiga ko'chyapmiz-ku. Shularni bitirib olay, keyin xabar olib qo'yarman. Shunga akademiyga olib turaman shekilli. Hozir shuna javob berib olay. Alo. Voy, qayerqa? Keyin mana bo'lmasa ishga bora qolay. Ishga kech qolsam gapirmasin. Hozir ovqatlanamiz birga. Yo'q, sizlar bemalol. Qorning ham ochib ketgandir. O'zi qornimiz emas, nafsimiz och bo'lib ketgan ekanda. O'zimizcha katta odam bo'lib, qarindoshlarni yo'qlash ham esdan chiqdi. Shuni olib, kontragini to'lagin. Yo'q, shart emas, Ochil aka. O'zi xolam ancha yordam berdilar. Bolaligimizda qish kiyim olishga ham qurimiz yetmay qolgan paytlar bo'lardi. Doim qiynalganimizda xolam yordam qilardilar. Ularning oldida bu hech narsa emas. Shuni olib kontragini to'la, o'qishingni davom ettir. Rahmat kattagon. Yaxshi kunlaringizni qaytaring, Ochil aka. Senga rahmat. Siylay rahimni eslatganing uchun.